Sergeli tumanida yana bitta kvartiramiz sotuvga chiqqan. Xudo xohlasa, biz bugun Sergeli 6A dagi Novostroykalarda turibmiz. Xo'p, lokatsiyani tushuntirib o'tsam, men bu domni orqa tomoni Jetour avtosaloni. Jetour avtosalonining orqa tomonidagi domladamiz. Ushbu 7 etажli Novostroykamizning 3-etajdan 2 xonali kvartiramizni ko'rsatib o'tamiz. Bu 2-metro bekatga yaqin joyda joylashgan. Kvartiramizning ichkari qismini ko'rib o'tinglar, yoqsa layklarni bosinglar va xarid qilib olmoqchi bo'lsanglar, bemalol bizga bog'lansanglar bo'ladi. Chiroyli narxda qilib beramiz. Parkovka narsalardan muammo yo'q. Bemalol bu yerda bolalaringiz o'ynasa bo'ladi. Yaxshi lokatsiyadan yaxshi kvartirani xarid qilib olinglar. Hozir kvartirani ko'rsatib o'tamiz. Aytganimdek, kvartira burchakda joylashmagan. Xo'p, hurmatli obunachilar, kvartiramizga ham kirib oldik. 3-etajda joylashgan 48 metr kvadrat. Planirovkasi smeshinniy. Buni xarid qilib olib, qaranglar, cho'tga bitta gipsokart bilan devor qilib olsanglar, razdelniy bo'lib qoladi. Ну, budjetniy variant, remontli, yaxshi kvartira va yaxshi lokatsiyada. Ana sizlarga hozir kirish eshigidan boshlab kvartiramizni tushuntirib o'taman. Bu kirish eshigimiz mana bunaqa koridorimizda joylashgan. Koridorimizda shunda kiraverishda o'ng qo'lda sanuzel joylashgan. Hurmatli obunachilar, xarid qilib olib, mazza qilib yashasanglar bo'ladi. Bu yog'imizni bitta xonamizni, bu yerda zal qismida foydalansanglar bo'ladi. Ko'chaga qaragan oynalar bilan birgalikda yorug'lik bemalol tushib turadi. Domni pastida mashina qo'yib qo'yish uchun parkovkalar bor. Umuman problemasi yo'q. Aytib o'tgandek, cho'tta bitta devor qilib, bu yoqqa eshik qo'yib olsanglar, kvartiramizda полный разделный bo'ladi. Bu narsani qilish umuman muammo emas. Bu yoq ikkinchi xonamiz. Ikkinchi xonamiz ham juda ham katta, remont qilingan, balandligi baland. Bemalol yashasanglar bo'ladi. Oilangizda katta kishilar bo'lsa, nima desa bo'ladi? Davleniya qilib o'tirmaydi. Visokopotolok. Juda ham yaxshi kvartiramiz. 2 xonali, hamma sharoitlarga ega. Xarid qilib olasizlar, o'zingizga yoqqan darajada mebel va texnika qilib olib, ko'chib o'tib, mazza qilib, yaxshi lokatsiyada, Novostroykada yashasanglar bo'ladi. Novostroykada yashayman degan obunachilarimiz uchun juda ham yaxshi variant. Bu yog'imizda oshxona. Oshxonada ham sharoitlar bor, gaz plita qo'yilgan. Bu yog'imizda duh-konturli kotyol. Uyimizda radiator bilan isitiladi. Kvartirani xarid qilib olasizlar, o'zingizga yoqqan darajada mebel va texnika qilib olib, mazza qilib yashasanglar bo'ladigan kvartira. Hurmatli obunachilar, ushbu Novostroyka 7 qavatli domning 3-qavatida joylashgan 2 xonali 48 metr kvadratli kvartiramizga $54.500 narx so'rovamiz. Ustiga kelib, savdolashib, kelishtirib beramiz. Agar sizda yetmay turgan summa bo'lsa, ipoteka kredit asosida ham beriladi. Bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Metroga ham yaqin, yo'lga ham yaqin, hamma taraflama lokatsiyasi juda ham zo'r kvartiramiz sotuvda. Bemalol bizga bog'laninglar.